Aziz do'stlar, shunaqasini ko'rganmisizlar? Mana shunday qilsanglar o'chadi va yana shunday qilsanglar yonadi. Bu knopkasiz o'zini sezadigan xususiyati bor. Juda ajoyib. Biz hozir koridorga qilib bergan obyektimizni sizlarga tushuntirib o'tib ketsam, dushovaya zona mana ko'rib turibsizlar do'stlar. Shunaqangi xona. Eshikdan kirganda ro'paraga 1 metrlik rakini qo'yib berganmiz va o'ng tomonimizda portishga joylab berganmiz. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, sochiq quritgich. Mana bu yerga qo'l sochiq ilgich. Undan keyin tahorat olgani ajoyib joy qilib berganmiz. Undan keyin dushovaya zona yuvingani ko'rib turibsizlar. Shunaqangi ajoyib tarzda bo'lgan. Mana traplar, polkalar, smesitel. Undan keyin kir mashinani ustiga isitgichni joylab berganmiz. Aziz do'stlar, pollarimiz matoviy kafel bo'lgan. Devorlarimiz kafel emas, bambukoviy panel. Bu bambuk panellarda ultrafix montajni keladi yaptirganmiz. Aziz do'stlar, ko'rib turibsizlar, shunaqangi juda ajoyib tarzda bo'lgan skromniy. Mana ko'ringlar, rozetkamiz qora rangda. Ug'ullarimiz qora rangda. Akantovkalarimiz qora rangda. Eshigimiz ham rezinkalari qora rangda. Mana veshelkamiz, susholkamiz qora rangda. Stikovkalarimiz qora rangda. Kir mashina qora rangda. Mana bu peregorodkamiz zapchaslari ko'rib turibsizlar. Bu ham qora rangda. Smesitilimiz ham qora rangda. Polkamiz ham qora rangda. Mana bu smesitil ham qora rangda. Qora rangda. Qora rangda. Aytgancha patologimiz natijnoy patolog bo'lgan. Buni ham safitlari qora rangda mana. Qop-qora. Do'stlar, sizlarga ma'qul keldimi yo'qmi? Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldirib ketinglar. Hozir spalniga qilib bergan dushovoyimizni ko'rsataman. Mana kichkinagina yuvinish xonasini qilib berganmiz. Mana 120 sm ga, bu yog'i 180 sm. Smesitel, polka, sochiq ilgich. Aziz do'stlar, agar ishlarimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib ketinglar. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Sirojbek Sanizat guruh profilimizga kirib, obuna bo'lib va qoldirilgan raqamlarga aloqaga chiqib, xizmatlarni qildirishinglar mumkin. Sizlar bilan men Sirojbek keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.